Assalomu alaykum aziz obunachilar, kuzatuvchilar. Xon taxtalarimiz, eng katta xon taxtalarimiz 130-160 MDF laminatdan bo'lgan. Har xillari bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bu MDF laminatlar, mana kichkinalari bor edi. Sotilib ketdi. Kattalari mana bu oddiylarimiz ham bor. Bular katta razmer. 1.35 ga 2 metrlik 05 MDF'li deb qo'ygan. Oyoqlari ham katta, baquvvat qo'ygan. Yog'ochlari ham qalin. Salafanlari ham, ustidagilari ham qalin salafandan qo'yilgan. Bu ham shunaqa razmer. Shu razmerda 1.20 ga 2 metr. Mana orqa tomonlari, regalari ham qalin. Yuqoriga emas, og'ochlari ham qalin, anaqa chirik. Oyoqlari mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu ikkita ontarib qo'ygan bir-biriga. Razmerlari tushiradi. Kichkina mana shu razmerlari ham bor. 1 ga 1.5, 1 ga 1.35, 90 ga 1.20 qolgan kichkina razmerda. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Salafanlar mana bu laminatlik. Do'ynoy. Telefon raqamini yozib qo'yamiz.